İşini qilgin, bor, yo'qolib ketdi. Do'stlar Gipsalat kompaniyasida bitta zo'r ustamiz bor, qo'llari gul usta, lekin o'zlari bor-ku, 50% mijozlarga rozi qilib, cho'tka qilib beradi. 50% mijozlar muomalalardan norozi bo'ladi, lekin o'zlari zalotoy odamlar. Hozir bitta ko'rsataman qanaqa ishlashlarini. Yo'q, men hozir chang qayerdan kelyapman? Tochka. Bu yoqqa tush. Chiqasa kerak bo'lsa. Nima qolmadi? Yo, men pofik shunday yig'aman, bo'ldi, ishim shu yig'ish ketdi. Bor, ishingni qilgin, boshqa joyda bu video syomka ham qilgin. Okey, men Mamiki salom chiqib qopti-yu, simlarini qarang. To'g'rilanadimi? Ha, hozir nima dedim? Bor, ishingni qilgin, bor, yo'qolib ketdi. Okey, shunday menga aytvoring, Mamitini nimaga unday bo'lib qolgan? Brat o'zi zalotoy insonlar, lekin mana shunaqa derskiy, joyida javob beradigan insonlar. Juman aka, Akmal aka o'zi qanaqa odam ayting menga? Akmal o'zi tilla odam. Uni hech kim bilmaydi. Tushunmaydi-a? Avaz aka, Akmal aka qanaqa odam? Yaxshi odam. Tushunmaydi hech kim. Hech kim tushunmaydi-ku, yaxshi odam. Shun. Vaqti. Jodringa. Xudo xolisa kimga shunaqa kerakli bo'lsa, bilatamni, reychnimi, armstromni chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Osma shiftlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar.